Qo'rquv bilmas Ronaldo. Diego Roberto. Turk tilidan Shohida Abdurafiqova tarjimasi. Har bir ishning imkoni bor. Salom do'stim. Men Cristiano Ronaldoman. Mamlakatim an'analariga ko'ra ismimga oilaviy ismim va tug'ilgan joyimning nomi qo'shiladi. To'liq ismim ramziy tarzda Cristiano Ronaldo dos Santos Aveironi tashkil qiladi. Ammo hamma menga Ronaldo deb murojaat qiladi. Tanishganimdan xursandman. Aslida sen bilan oz bo'lsa-da tanishmiz. Bu kitobni o'qiyotgan bo'lsang, men haqimda ozmi, ko'pmi bilasan. Aminmanki, men kabi futbol muxli ixlosmandasan. Qanday qilib mashhur futbolchi bo'lganimga qiziqyapsanmi? Bir kun kelib sen ham muvaffaqiyatli inson bo'lishni xohlaysan. Men ham sen kabi mashhur insonlarning hayotiga qiziqardim. Ishonamanki, senda ham shu kabi savollar bor. Aslida sen o'ylaganchalik ajoyib bolalik xotiralarim yo'q. Bolaligimda orzu qilgan hayotimga erishib, muvaffaqiyatli insonga aylandim. Meni yaqindan tanib olishing uchun o'z hikoyamni aytib berishni boshlayman. Mutolaa oldidan ovqatlanib yoki suv ichib olishing mumkin. Tayyor bo'lganingda hikoyamni boshlaymiz. Kitobni qo'lingga olganingga qaraganda hikoyamni eshitishga tayyor ko'rinasan. Shunday ekan, qulay joylashib ol va kitobdan zavqlan. 1985-yil 5-fevralda dunyoga kelganman. Onam Maria Dolores Santos Aveiro, dadam esa Jose Diniz Aveiro. 1985-yil 5-fevral dunyoning eng yaxshi futbolchisi Cristiano Ronaldo dunyoga kelgan kun sifatida tarixga muhrlangan. Ba'zi kunlar katta ahamiyatga ega. Urushlar, mashhur insonlarning tavalludi va vafot etgan kunlari, tug'ilgan kunlarimiz, nikoh kunlari, barchasi shunday kunlar bo'lib, tarixiy voqealar o'sha kundan yoddan chiqmas qilib tarixga muhrlaydi. Ishonamanki, sening tavalluding ayyoming ham oilangdagilar uchun juda ahamiyatli. Oilam hammaniki kabi oddiy oila. Har bir oilaning hayot tarzi bir xilda bo'lmaydi. Mening oilam ham hayot qiyinchiliklari bilan yuzlashgan oilalardan biri edi. Ota-onamning mendan tashqari yana 3 ta farzandlari bo'lib, men kutilmagan bir vaziyatda sovg'a bo'lib eng so'ngida dunyoga kelgan ekanman. Tug'ilganimda oila a'zolarim hayotini tubdan o'zgartirib yuborishimni tabiiyki bilishmagan. Ishontirib ayta olamanki, men ham nima sababdan dunyoga kelganimni va bir kun kelib mashhur shaxs bo'lib yetishimni bilmasdim. O'sha vaqtlarda har qanday bola kabi kezi kelganda o'yinqaroq, yig'loqi, hamma narsaga kuladigan, qitmir, qaysar, bo'yim va jussam kichik bo'lishiga qaramay, ko'chadagi bolalar bilan mushtlashadigan bola bo'lganman. Doim oilamdagilar menga e'tibor berishni xohlardim. Menimcha shu tomondan o'xshash jihatlarimiz talaygina. Santo Antonio Funsaldagi tog'li hududda tug'ilganman. Oilada 4-farzandman. Santo Antonio Funsal Portugaliya va Madeiradagi okeanga qaragan kichik bir shaharcha. Shahar Avliyo Santos sharafiga nomlangan. Ismimdagi Santos nomi ham tug'ilgan joyimdan olingan. Oyim oshpaz edi. Dadam esa mahalliy hokimiyatda bog'bonlik qilardi. Keyinchalik men o'ynagan futbol jamoasi sport kiyimlari bilan ta'minladi. Oyim juda ham lazzatli taomlar pishirishiga qaramay, men ovqat yeyishdan ko'ra o'yin o'ynashni afzal ko'radigan ozg'ingina zaif bola edim. Ronaldo ismini dadam uchun juda ham ahamiyatli bo'lgan bilishingni istardim. Dadam menga o'zi muxlislik qilgan amerikalik mashhur aktyor Ronald Reaganning ismini qo'ygan. Ismni tilimizga moslash uchun oxirida bitta unli harf qo'shgan ekan. Oilam yashashga qiynalayotganini tushunmasligim mumkin emas edi. Biz yashaydigan joyda uyga va yegulikka ega bo'lish insonlarning orzusi bo'lgan. Uyimiz tunuka tomli kulba edi. Ba'zan butun kecha mobaynida uxlamasdan
shiddatli yomg'irlardan oqqan chakka natijasida uyimizga to'lgan suvdan ashyo, kitob, kiyimlarimizni qutqarishga harakat qilardik. Onam to'xtovsiz nolir, otam esa noiloj kuzatar. Ba'zan uy ishlarida unga yordamlashardi. Tomdan otgan chakkani to'plash uchun uyning har bir burchagida idish qo'yib chiqardik. Boshqa yurtdagi bolalar kabi Qorbobo haqida hech qachon eshitmagan, u beradigan sovg'alar haqida orzu qilmagan bolalar bilan to'la yerda tug'ilganman. Qornimiz to'ygandan kichik bo'lsa-da, kulbamiz borligidan xursand bo'lardik. Akam Hugo, ikkita opam Elma va Liliana kabi Katya bilan faqirlik mashaqqatlari ichida katta bo'ldik. Hammamiz bitta xonada yashardik. Birgalikda changli pol ustida yozilgan to'shaklarda uxlardik. G'ijim va yuvilaverganidan oxiri to'kilgan kiyimlarimiz, yostiqlarimiz bo'lar edi. Osonlik bilan issiq dush qabul qila olmasdik. O'zimizda mavjud narsalarga doim shukr qilardik. Ana shu imkoniyatsizliklar katta orzular qilishimga sabab bo'ldi. Dadam badavlat inson bo'lmaganligi sababli oyim ham hayotidan mamnun emasdi. Dadamning alkogol bilan muammolari bor edi. U namuna bo'ladigan darajada ota emas edi, ammo hayotimda o'zgartiradigan qadamlarni yordam qo'lini cho'zdi. Futbol dadamning ruhlantirishi, yo'naltirishi bilan boshlaganman. U meni ko'chalarda to'p tepib yurishdan qutqargandi. Biz yashagan ko'chada tengdoshlarim kam edi. Kichik bo'lganim sabab oyim uzoqqa ketishimga ruxsat bermas edi. Eng yaqin do'stim ko'chadan topib olgan eski to'pim edi. Yolg'iz o'zim to'p tepib futbol o'ynashni boshlaganman. Futbol hayot tarzimga aylangandi. Ko'chadan uyga kirishni istamaganimdek, maktabga borishni ham istamasdim. Ammo futbolning o'rni hech narsa bosa olmaydi. Oyimni juda xafa qilgan narsalardan biri yaxshi ovqatlanmasligim va nimjonligim edi. Tartibli ovqatlanishim haqida tanbeh berar, hattoki jazolardi. Maktabda o'z vaqtida borib kelsam va sog'lom ovqatlansam, futbol o'ynashimga ruxsat berar edi. Kichik Ronaldo qanday bola edi? Onasi tomonidan Ronaldoga ta'rif. Ronaldoning oilamizga qo'shilishi haqida xayol ham qilmagandik, lekin yaxshiyamki dunyoga kelgan ekan. Sokin, vazmin va o'zi bilan ovora bola edi. Bir kuni ko'chadan teshilgan futbol to'pi topib olgunicha doim men bilan birga edi. O'sha teshilgan futbol to'pi Ronaldoning yulduzli kelajagiga boshlang'ich nuqta bo'lgan. To'pni uyga olib kirishga ruxsat bermasdim. Juda ko'p jazolashimga, g'azablanishimga qaramay futboldan voz kechmasdi va jazolarga rozi edi. Uni futbol o'ynayotgan holda ko'rganimda jazolagim kelmas edi. To'p ortidan yugurganida yuz ifodasi uydagi sokin bolakaynikidan butunlay farq qilardi. Futbol ixlosmandi emasdim. Qiziqishim yo'q edi. Hattoki turmush o'rtog'imning futbolga qiziqishdan xafa bo'lardim. Fikrimcha, nimani yomon ko'rsak, taqdir qarshimizga o'sha narsalarni keltirardi. Cristiano futbol o'ynash turib juda tirishqoq va orzumand bolaga aylanardi. Go'yo o'z yoshidan 10 yosh katta ko'rinar edi. Doim band edim. Yashash uchun pul topishim kerak edi. Bolalarim ko'p, erim esa piyonista edi. U davrlarda matonatli bo'la olaman deb o'ylardim. Cristiano va boshqa farzandlarimning yaxshi o'qishlari, yaxshi hayot kechirishi faqatgina orzum bo'lishi mumkin edi. Boshqa narsa qo'limdan kelmasdi. Juda kambag'al edik. Cristianoga e'tibor berishga, u bilan ko'chalarda aylanishga hech vaqtim bo'lmasdi. Uni uyda ushlab qolish ham juda mushkul bo'lib qolgandi. Ovqat tayyorlashga kirishishim bilanoq Ronaldo cho'ntagini mevalar bilan to'ldirib, derazadan futbol o'ynagani ko'chaga qochib qolardi. Kechasi 9 dan oldin uyga kelmasdi. U faqatgina futbol o'ynash uchun dunyoga kelgandi. Boshqa narsa qilishni xohlamasdi. Uyga kelgach kun mobaynida futbol o'ynagani uchun charchagan holda uxlab qolardi. Uni ko'chadagi futboldan qutqargan yaxshi hodisalardan biri dadasi sport kiyim yetkazib beradigan Andorinia futbol jamoasi safiga zaxiradagi o'yinchi sifatida ro'yxatdan o'tishi bo'lgandi. Ronaldo boshqa o'yinchilarga qaraganda intizomliroq edi. Erta turib bajarishi kerak bo'lgan barcha mashqlarni navbati bilan bajarardi. Erta saharda uyg'onishning sababi ham, uxlashning sababi ham, hattoki bir ovqatni yeyishga majbur bo'lishining sababchisi ham futbol edi. U futbol uchun yashardi.
bugun dunyoga ma'lum va mashhur eng yaxshi futbolchi bo'lishining yolg'iz siri futbol uchun yashagani emas, u yo'lda qilgan mehnatidir. U doimo eng zo'ri bo'la olishga ishondi va omadsizlik uchun bahonalar paydo bo'lishiga imkoniyat yaratmadi. U bilan faqat onasi sifatida emas, vatandoshi sifatida ham faxrlanaman. Kichkina shaharda tug'ilishiga qaramay, mamlakatning milliy jamoasida to'p surayotgan, muvaffaqiyatlarga erishgan, dunyoning eng yaxshi jamoalarida o'ynab g'alaba qozongan portugaliyalik futbolchining onasi ekanligimdan mamnunman. Bir-biridan shirin nabiralarim borligidan baxtliman. U juda baxtli inson, yaxshi ota, ajoyib, juda zo'r farzand va afsona nomi bilan tanilgan omadli futbolchi. Bir onaga farzandi Tolidan boshqa nima kerak? Seni juda yaxshi ko'raman, mening kichkina Cristiano. Ronaldo qanday bola edi? Dadasi tomonidan Ronaldoga ta'rif. Ronaldo mashaqqat to'la hayotimizga tasodifan kirib keldi. Kichkinagina va nimjon o'g'lim dunyoga kelganda ikkita qizim va bitta o'g'lim bor edi. Ronaldoni tug'ilishiga tayyor emasdik. Hayot men uchun yetarlicha mashaqqatlarga to'la edi. Farzandlarim va ayolimning ehtiyojlarini qondirishga biroz qiynalardim. Shuningdek, ruhiyatimda ham muammolar bor edi. Kelajakka umidli, yashnab turgan nigohlari bilan menga qaraganda boshqa farzandimdan tubdan farq qilishi, bir kun kelib ulkan marralarni qo'lga kiritishi hayolimga ham kelmagandi. Eng sevimli farzandim edim. Katta bo'lgani sari ajoyib qobiliyatlari namoyon bo'la boshladi. O'zini ta'minlay olishi va o'zini boshqara oladigan inson bo'lib yetishishi bolaligidan ma'lum edi. U mendan omadli va muvaffaqiyatli bo'lishiga ishonardim. Uydan qochib ketib futbol o'ynagan vaqtlarda uni uzoqdan zimdan tomosha qilardim. Keyinchalik yaqin joydan tomosha qilishni boshladim, chunki qobiliyati meni hayron qoldira boshladi. Futbol ixlosmandlaridanman. Futbolchi bo'lishni istashimga qaramay, taqdir meni boshqa yo'llardan yurishga majbur qilgandi. Cristiano orzularimni amalga oshirish uchun hadya qilingandi. Go'yo barcha farzandlarim o'rdimga orzularimni haqiqatga aylantirar deya o'ylay boshladim. Noto'g'ri fikrlamagan ekanman. Sport kiyimlari bilan ta'minlayotgan Andorra futbol jamoasi rahbarlari bilan suhbatlashib, Ronaldoni sinovdan o'tkazishlari uchun imkoniyatni qo'lga kiritdim. Ronaldoga bu xabarni aytganimda hayajonlanganidan aqldan ozay dedi. Ammo rozi bo'lmadi, chunki qo'rqqandi. Hali juda kichik edi. Jahl qilib uni sinovga borishga majburlagandi. Yaxshiyamki shunday qilgan ekanman. Bir zamonlar arenaga chiqishga majburlagan farzandim butun dunyo yulduziga aylandi. Kichik Cristianoni birinchi ko'rgan har qanday inson ozg'inligi sababli futbol o'ynay olishiga ishonmasdi. Ammo u futbol o'ynashni boshlashi bilan nimjon bolakayning futbolda naqadar kuchli ekanini isbotlar edi. Futbolchidagi asosiy narsa bu qobiliyat. Qobiliyatdan tashqari futbol o'ynashni, mashg'ulotlarni va yo'naltirishni sevish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bilimlar va jismoniy harakatlar keyinchalik o'rgatiladi. Qobiliyatlari ko'zga tashlanadigan darajada ajoyib edi. Shu sabab katta jamoa rahbarlari tomonidan e'tiborga tushishi uzoq vaqt talab qilmadi. Cristiano ham qobiliyatli, ham futbolga oshiq, doimo intizomli bola edi. U bilan faxrlanaman. O'g'lim bilan uzoq vaqt mobaynida birga yashay olmadim. Hattoki o'zim xohlamagan holda uni xafa qildim. Oilamizdagilarga aziyat yetkazdim. Bu hayotda o'zimni baxtli his qilishimga yagona sabab o'g'limning futboldagi muvaffaqiyatdagi ilk qadamlarini tashlashga sababchi bo'lganim edi.